Dunyoga mashhur bo'lgan Papaverin svecha asosan bolalarni tinchlantirish maqsadida foydalaniladi. Papaverin qachon bolada ichak taraflama muammo bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ichak hisobida bolada bezovtalik bo'lsa, eng yaxshi yordam beruvchi spazmolitik hisoblanadi. Ko'pchilik ota-onalar, ya'ni yosh onajonlar bolasi kuchli bezovta bo'lsa, ko'pincha spazmolitiklardan emas, psixotrop moddalardan foydalanadi. Ya'ni morfin, fenibut yoki bo'lmasa antipal tabletkalardan foydalanadilar. Asosan ularni maydalab, ichak orqali yuvarib, bolani tinchlantirish uchun foydalanishadi. Aslida bolani miyasini tinchlantiruvchi preparat agar muammo ichakda bo'lsa, u ichakka to'g'ri ta'sir qilmaydi. Shu sababdan sizlarga tavsiyam, bolada birinchi navbatda bezovtalik nima hisobidan, ichak hisobidan yoki miya hisobidan bu narsani aniqlab, agarda bolangizda ichak hisobidan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni nevropatolog sizda hech qanday bolada miya taraflama muammoni aytmaydigan bo'lsa, bemalol Papaverin foydalanish mumkin. Buni ham faqatgina qisqa muddatda, ya'ni sizni pediatr yoki neonatolog tomonidan lecheniyangiz oxiriga yetguncha oradagi bo'ladigan muddatda bezovtalikdan foydalanishingiz mumkin. Keyin bu doridan foydalanishni tavsiya etmayman. Bu Papaverin spazmolitik, ya'ni ichakdagi bezovtalikni qoldiradi deb to'liq doimo foydalanish mumkin emas. Faqatgina ma'lum muddatda, zarur aniq vaqtda foydalanishimiz mumkin. Ma'lum ta'sir davomiylikda, masalan, Papaverin svechani 6 soat, 12 soatdan foydalanishimiz mumkin hisoblanadi. Agarda siz Papaverinni doimo ishlatib yurgan bo'lsangiz, bu xato hisoblanadi. Bu video foydali deb bilsangiz va shuning doimo foydalanib yurgan yosh onalar